Assalomu alaykum. Demak, 8-modulni yechimlarini boshladik. Xo'p, demak, birinchi savol. Koordinata vaqt grafikini hisobga olib, avtomobil qaysi oraliqda tezlashadi degan savol qo'yapti. Ustozlar, avvalambor sizlarga koordinata vaqt grafikida tezlashish qanday bo'lishini o'rgatib o'tishim kerak bo'ladi. Ya'ni bir marta ko'rsatib beraman. Demak, e'tibor berasizlar. Masalan, mana bunday holat bo'lsa, masalan, bu yer t qo'yaylik, vaqt bu yerga esa x qo'yaylik. Oxirigacha shu usulda ketaman-da, chunki shunga hushyor bo'lasizlar. Agar ustozlar, mana bunday harakat bo'lsa, a katta 0 tezlanuvchan, tekis harakat bo'lsa, sekinlanuvchi, tekis o'sha to'g'ri chiziq bo'lsa, tekis. Mana bunday bo'lib, vaqt o'qiga yaqinlashishni xohlasa, vaqt o'qi bilan parallellashishni xohlasa, bu a kichik 0 bo'ladi. Tushundilarmi? Bu narsa pastda ham shunaqada, ustozlar. Mana bunday harakat bo'lsa, koordinatadan orqa tomoniga yurgan bo'ladi xolos. A kichik 0 sekinlanuvchi harakat. Agar bunda mana bunday harakat bo'lsa, bu a katta 0 tezlanuvchan. Shu qoidani yaxshilab eslab qolinglar. Ya'ni 0 dan turib xohlaganingizni, xohlagan joyingizdan fikrlasangiz ham bo'ladi. Ya'ni vaqt o'qiga parallellashishni xohlasa sekinlanuvchan, koordinata o'qiga parallellashishni xohlasa tezlanuvchan. Demak, bizda shunaqasi bor. Xo'p, qaysi oraliqda tezlashadi deyapti. Demak, 0 u 5 ni orasida ko'rishlar mumkin. Bu vaqt o'qidan qochib x mana bu o'qimda borib ketyapti. Sezyapsizlarmi? Ya'ni bu tezlanuvchan grafikni beradi. Demak, 1 to'g'ri. 2 sekinlanuvchan grafikka tushyapti. Mana bunga ko'ryapsizlarmi? 2 kirmaydi. 3 3 da mana bu narsa tushyapti mana. Mana bunday pastga tushish bo'lyapti. Bu to'g'ri kelaveradi. Koordinatasi vaqt o'qiga parallellashishdan qochish kerak. Ya'ni x o'qiga parallellashishni xohlayapti, bu o'tadi. Bunisi esa vaqt o'qiga yaqinlashyapti. Bu yo'q. Demak, bizda javob 1 bilan 3 bo'ladi. Javobimiz 1 3. Mana shu joyda b deb tanlab olamiz. Xo'p, shuni eslab qolishlar kerak. Va oxirigacha shu usulda ishlayman. Xo'p, koordinata vaqt ikkinchi savol. Koordinata vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek bo'lgan jismning 30 sekunddagi ko'chishini toping deyapti. Buni ishlash uchun avvalambor biz mana bunday x o'qini chizib olamiz. X o'qini chizib qiymatlarini qo'yib olamiz. 0, -40 va 40. Demak, jism boshlang'ich qayerda bo'lgan? 0 da bo'lgan. 0 dan 40 ga borgan. Mana 40 ga boryapti koordinatasi. Keyin yana ortiga qaytgan. Mana bu yerda qaytyapti va yana keyin nima bo'lyapti? -40 ga borib qolyapti. Xo'p, demak, jismning boshlang'ich va oxirgi nuqtalarini tutashtiruvchi kesmaning uzunligi -40 metr bo'ladi, lekin savolda modulini so'raganligi uchun 40 metr. Uning ko'chish moduli qancha? 40 metr A javobda chiqyapti. Mana bu joy 40 metrda. Ko'chishi shu bo'ladi. Keyingi masalamiz. Koordinata vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek bo'lgan jismning 15 sekunddagi yo'li topilsin. Yana o'sha ishni qaytadan qo'llaymiz. Mana bu yerga x ni qo'yib olamiz. Xo'p, 0 ni qo'yamiz. Bu yerga 20 ni qo'yamiz. Bu yerga esa 40 ni qo'yamiz. Qiymatlar qo'yildi. Boshi qayerda bo'lgan jism? 0 da bo'lgan. Qayerga boryapti? 20 ga boryapti. Mana 20 ga boryapti. Keyin 20 dan qayerga qarab ketyapti? 20 dan 40 ga qarab ketyapti. Harakatni turiga e'tibor qaratmayapman. Tezlanuvchanmi, sekinlanuvchan qaramayapman. Koordinatalarini aniqlab olyapman xolos. Keyin 40 dan yana qaytib kimga kelib qolyapti? 20 ga kelib qolyapti. 40 dan ortiga qaytib 20 ga kelib qolyapti. Tushundilarmi? Endi savol, jism necha metr yurgan? Xo'p, 0 dan 40 ga borguncha 40 metr. Mana bu yerda 40 metr yo'l bor. Va ortiga qaytyapti. Mana bu yerda qancha yo'l bor? Bu yerda 20 metr yo'l bor. Jami S umumiy yo'li 40 metr o'ngga, 20 metr chapga bo'lsa 60 metr bo'lib qo'shib yorilaveradi. Yo'lda hech qachon ayrilish hodisasi kuzatilmaydi. Shuning uchun S javobini tanlashga majbur bo'lamiz. Keyingi masalamiz. 4-savol. Rasmdagi koordinata vaqt grafikining qaysi lahzalarida jism tezlik yo'nalishini o'zgartirgan deyapti. Xo'p, demak, ko'radigan bo'lsak, tezlik grafiki qaysi lahzasida o'zini o'zgartirgan yo'nalishini deyapti. Xo'p, mana bunda x ni qo'yib olamiz. Xo'p, bu yerga hamma qiymatlarni qo'yib olsak bo'ladi. Masalan, 0 -x, bu yerga x, bu yerga 2x qo'yyapman. Qayerdan boshlanyapti? Mana bu joyda boshlanyapti. Vaqt 0 ligida -x dan kimga borib qolyapti? Koordinatada. Ustozlar, men mana bu koordinata o'qini borib gorizontal holatda chizib oldim-da bu yerda. Siz ham shu ishni qo'llasangiz oson chiqarasiz. Demak, vaqt 0 lik paytda bu -x da bo'lgan mana bu yerda.
Keyin vaqt t bo'lganda u 0 ga borgan. Xo'p. Keyin vaqt 2t bo'lganda x ga borgan. Hali ham shunday yo'nalishda yuryapti ekan. Keyin vaqt 3t bo'lganda qayerga borgan? Mana shu 2x gacha borgan. Endi 3t dan keyin ortiga qaytgan. Mana bu yerga kelib qolgan. To'g'rimi? Ustozlar, jism tezligi qayerda o'z yo'nalishini o'zgartirdi? Sezsalang, jism tezligi mana shu joyda o'zining qiymat yo'nalishini o'zgartirgan. Bu 3ta vaqtda bo'lyapti mana bu joyda. Endi bu yog'iga yana qaytib mana shu joyga borib qoladi oxiri borib. Tushundilar? Jism qaysi onida desa, faqat 3ta onida mana shu ishni qilgan javobimiz bu javobga to'g'ri keladi. Keyingisi 5-savol. K, L va M jismlarining koordinata vaqt grafiklari rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra qaysi jismning t teng 0 vaqtdagi dastlabki tezligi noaniq bo'ladi deyapti. Ya'ni noaniq. Ustozlar, mana bu harakat tekis harakat bo'ladi, bilasizlar. Tekis harakatda boshlang'ich tezlik albatta 0 dan farq qiladi. Bo'ladi aniq, to'g'rimi? Mana bunda bu sekinlanuvchan harakat bo'ladi bu. Sekinlanuvchan harakat. Sekinlanuvchan harakat bo'lishi uchun jismda tezligi bo'lishi kerak. Bunda v0 teng emas 0 bo'ladi. Mana bu tezlanuvchan harakat bor, mana bu. Bunda v0 teng 0 bo'lgan taqdirda ham mana shu harakat shu chiziqda chiqadi. Tezlanuvchan harakat qilsa jism. Tushundilar? Ya'ni jismning tezlanuvchan harakat qiladigan bo'lsa, xuddi shu chiziqqa tushaveradi. Lekin mana bunda boshlang'ich tezlik 0 dan farq qiladi L jismda. M jismda ham tezlik 0 dan farq qiladi, boshlang'ich tezlik. Shuning uchun 0 mana bunda esa K jismimizda 0 bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Lekin ko'proq 0. Agar mana bu chiziq haqiqatda ideal giperbola bo'ladigan bo'lsa, bu 0 bo'ladi. Boshlang'ich tezlik 0. Xo'p, ana endi bunga qaysi birining tezligi noaniq? Noaniq bo'lgan tezliklar mana bular hisoblanadi. Bularning tezligi boshlang'ich qiymatda bo'ladi. O'sha bor qiymatni biz bilmaymiz. Shuning uchun noaniq tezliklarga L bilan M jismniki deb tanlab olamiz. D javobini tanlashga to'g'ri keladi. Keyingisi 6-savol. K va L transport vositalarining koordinata vaqt grafiklari rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra qaysi vaqt oralig'ida transport vositalari bir yo'nalishda harakatlanadi deyapti. Demak, buni chizish uchun va tushunish uchun ikkita chiziq chizib olamiz. Birinchi, hop, qizil chiziq chizib olaman ustozlar. Qizil chiziq mana bunday qilib. Hop, mana ko'rishlar mumkin. Bu birinchisiniki. Hop, ikkinchisiniki esa ko'k chiziq ekan. Ko'k chizig'imizni mana bu yerdan ko'ramiz hozir. Yashil chiziq chizdik. Hop. Bitta tanlash bo'lmabdi. Hop, yashil chiziq tayyor. Mana bu ikkinchisiniki. Hop, ustozlar, bunda x qo'yib olaman, ikkoviga ham. Ikkalasiga ham x qo'yib olaman. Endi o'zimni qora rangimga o'tib olaman ikkovi uchun ham. X qo'yib oldim. Ustozlar, bunda sonlarni qo'yib olaman. Masalan, mana bu yerga x qo'yaman, mana bu yerga -x qo'yaman. Tushunyapsizlar, ha? -x. Endi L jismimiznikini ko'rib chiqadigan bo'lsak, L jismimiz ko'k-ku. Ko'kda u qayerga boryapti? Bu -x dan x gacha boryapti. Masalan, menga yozamiz -x 0. Mana bu yerda esa x bor. Tushunyapsizlar, ha? -x dan boshlab x ga boryapti, yana qaytib -x ga. Ya'ni bu jismimiz bunday qilib mana shu harakatni amalga oshiryapti. Tushundilarmi? Harakat yo'nalishini o'zgartirishiga mana shu harakatni amalga oshiryapti. Endi ikkinchi jismimiz nima qilyapti? K jismimiz. K jismimizda bu yerga 0 olamiz, bu yerga x olamiz, bu yerga -x olamiz. Bu jismimiz 0 dan boshlayapti, K ga boryapti. 0 dan boshlab K ga borib, keyin ortiga -K ga qaytyapti. Uning harakati mana bunday va mana bunday harakatni amalga oshiryapti. Savol, endi ustozlar, qayerlarda savolda aytayaptiki, shunga ko'ra qaysi vaqt oralig'ida transport vositalari bir yo'nalishda harakatlanyapti deyapti. Bir yo'nalishda harakatlanadigan joyi mana bu joy, mana bu joyda ko'ryapsizlarmi? Xo'p, demak, bizda javoblar tanlashib qolyapti. Mana bu yerni, mana bu joy. Ya'ni bunda ham 10 ga, masalan, mana bu joyda 10 ga ko'ryapsizlarmi? Bu birinchi bosqich harakat. Kechirasizlar.
Bu yer birinchi bosqich, bu yer ikkinchi bosqich, bu yer uchinchi bosqich, bu yer to'rtinchi bosqich harakatida. Hop, bu yer birinchi bosqich bu uchun. Bu uchun ikkinchi bosqich. Bu yer uchinchi bosqich, bu yer to'rtinchi bosqich. Hop, birinchi bosqich ikkalasi ham 10 ga. Demak, birinchi bosqich to'g'ri keladi. Ikkalasi ham koordinatasi kattalashyapti. Hop, ikkinchi bosqichda bu orqaga, ikkinchi bosqichda bu ortga qarab yuryapti, ko'ryapsizlar? Bu esa old. Mana ikkinchi bosqichda bu yoqqa qarab yuryapti ekan. Bu to'g'ri kelmaydi bu bosqich. Uchinchi bosqichda. Uchinchi bosqichda bu koordinatani mana bu joyidan, mana uchinchi bosqich qaysi tomonga yuryapti? Chapga. Uchinchi bosqich qani? U ham chapga. Tushyapti. Bu ham to'g'ri keladi. To'rtinchi bosqich teskari. To'rtinchi bosqichda mana ko'rishingiz mumkin. Bu to'g'ri kelmaydi. Demak, bizda javob 1 va 3 bosqichlarda to'g'ri kelyapti. S javobini tanlashga to'g'ri keladi. Koordinatada kattaroq chizib olsalar, ustozlar, bitta yo'nalishga tushsa, demak, haqiqatda bir yo'nalishda yuryapti. Bosqichlarni qo'yib olsangiz javob chiqaveradi. 7-savol. Koordinata vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek bo'lgan avtomobil qaysi oralig'da to'xtaydi? Ustozlar, to'xtashi uchun koordinatasi o'smay qolishi kerak. O'smay qoladigan chiziq mana bu chiziqning orasida, mana bu joyda. Keyin mana bu joyda ham bor. Tushundilar? Shu joyda koordinatasi o'smay qoladi, ya'ni koordinata o'zgarmay qoladi. Bola o'sha bitta koordinatada qolib ketadi. Shuni hisobiga o'sha koordinatada qolib ketganligi uchun u tinch turibdi deb nomlanadi. Shuning uchun javobimiz 3 va 5 Y javobda chiqyapti. Keyingisi. 8-savol. Rasmda ko'rsatilgandek, koordinata vaqt bog'lanish, vaqt grafiki bo'lgan avtomobil qaysi vaqt oralig'ida sekinlashadi? Ustozlar, sekinlashish men yana bir marta chizib beraman. Eslab olamiz. Bu T, bu esa X. Tezlashish, sekinlashish. Tushundilar? Shuni unutmanglar-da, ustozlar. Mana shuni unutmasalar, shuni o'rganib olsalar, bu har doim bu. A kichkina 0, A kichkina 0, A katta 0, A katta 0. Shuni asoslab ishlab ketaveramiz. Demak, hop, mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, bunaqa chiziq ketyapti, bunaqa chiziq mana bunga tushadi. Bu sekinlashish. Savol, qaysi qismida sekinlashadi? Bu sekinlashish to'g'ri kelar ekan bu bir. Ikkinchi qism bunday bo'lyapti, o'sish bunga tushyapti. Sezyapsizlar mana bunga. Shuning uchun bu kirmaydi bu. Hop, undan keyingisi. Bunday bo'lyapti. Mana bu ko'ryapsizmi ustozlar? Mana bunga tushyapti. Shoh pastga qaragan, orqaga qarab ketmoqda. Xuddi shu bilan bir xil tushyapti. Demak, bu o'tadi. Oxirgisi bunday tushyapti. Bu bunga tushyapti. Sezyapsizmi? Pastga tushgan va shu holat. Demak, bunisi kirmaydi. Demak, bizda javob 1 va 3. 1 bilan 3 ni to'g'ri deb olsak bo'laveradi. Qaysi orasida sekinlashgan deganda, sekinlashgan uchun D javob tanlashga 1 va 3 deb tanlab olyapmiz. Mana bu chizmani yaxshiroq o'rganib olsangiz, masala juda ham oson bo'lib ko'rinaveradi. Keyingi 9-masalamiz. To'g'ri yo'lda tinch holatdan V0 teng 0 holatdan doimiy tezlanish bilan harakat boshlagan transport vositasining koordinata vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgan. Vaqt 5 sekund. Masalada 5 sekund ko'rsatilyapti. Xo'p, shunga ko'ra 5 soniyada avtomobil tezligi necha bo'ladi? Xo'p, ustozlar, mana bu joy yo'l hisoblanadi. S bu 50 metr chiqadi. Tushundilarmi? Bu tekis tezlanish uchun harakat bo'lyapti. S teng 50 metr deb qabul qilib, uning oxirgi tezligini top deyapti. V ni top deyapti. S ni topishda bitta oson usuli bor. V plus V0 taqsim 2 ta T degan trapetsiya yuziga o'xshash formulasi bor tekis tezlanish harakati uchun. S ni o'rniga 50 ni qo'yaman, teng V plus 0 boshlang'ich tezlik 0 bo'lganligi uchun taqsim 2 ko'paytirib 5 sekund oxiridagi tezligini top deganligi uchun shunaqa ishlayapman. 5 bilan 50 ni qisqartirsam, bu yerda nech qoladi? Bu yerda 10 qoladi. 10 ni 2 ko'paytirsam 20 barobar V. Demak, javobimiz 20. Y javobga to'g'ri kelyapti. Tushundik, ustozlar? Mana shunday fikrlaymiz. Keyingi savolimizga o'tyapmiz. 10-masala. Yuqorida berilgan grafikdan foydalanib, KLM jismlarining T vaqt oralig'ida o'rtacha ko'chish tezliklarini taqqosladi. Ustozlar, ko'chish tezligi degani va o'rtacha bunday vektori bilan bo'ladi. Bu L ni ko'chishni nimaga nisbat? Vaqtga nisbatidan kelib chiqadi-da. Endi jismlarda mana birinchisida ko'rsalang, bosh koordinatasi masalan bu K jismimiz uchun bunday qo'yasizlar. Bu yerga X qo'yasizlar, bu K jism. Dastlab qayda bo'lgan, keyin qayda bo'lgan? Dastlab 0 da bo'lgan, keyin X da bo'lgan. Mana shunday masofada ko'chganda u
tezlanuvchan ko'chami, sekinlanuvchan ko'chami bilmayman, lekin qancha vaqt sarflagan? T vaqt sarflagan. Bosgan masofasi ham, yo'li ham shu x ga tengda. Shuning uchun endi mana buni o'chirib, men v o'rtacha k uchun aniqlayman. V k uchun. Bu x taqsim t bo'ladi. Ikkinchisi uchun ham aniqlasalar, ustozlar, mana bu yo'l yana o'sha x l barobar x chiqib qo'yadi. Mana bu t yana o'shanaqa v l niki ham o'shanaqa x taqsim t dan chiqadi o'rtacha tezligi. Eng qiziq uchinchisiga ham shunday chiqadi. Mana bu masofa yana x, mana bu t vaqt, xuddi shu va t vaqtda hammasi bir xil masofa bosib o'tganda. V m diki ham xuddi shunaqa umumiy masofani umumiy vaqtga nisbatan bo'lganingizda hammasi bir xil chiqib qoladi. Chunki o'rtacha tezlik haqida so'ragan xolos savolda. Demak, yo'llar bir xil. Kimdir tezlanuvchan o'tgan, kimdir sekinlanuvchan o'tgan, kimdir tekis o'tgan o'sha yo'lni, lekin bir xil vaqtda bir xil masofa o'tilgan. O'rtacha tezlik, o'rtacha umumiy yo'lni umumiy vaqtga nisbatan kelib chiqadi. Hammasida umumiy yo'l bir xil, umumiy vaqt ham bir xil. Shuning hisobidan uchovi ham teng bo'lsa, tenglik A javobda chiqaveradi. Keyingi 11-masalaga ham yetib keldik. Rasmda ko'rsatilgandek koordinata vaqt grafigi bo'lgan avtomobil sekinlashadi va 10 soniyada to'xtaydi. Demak, t teng 10 soniyada to'xtaydi ekan. To'xtasa oxirgi tezligi nechaga aylanadi? 0 ga aylanadi. Xo'p, mana bu uni bosib o'tgan yo'li bo'laveradi, s. Demak, s barobar 40 metr. Xo'p, uni boshlang'ich tezligi necha bo'lgan deyapti. Bunga ko'ra jismning boshlang'ich tezligi necha metr taqsim sekundga teng deyapti. Endi yana o'sha est formulasi v plus v0 taqsim 2 t. Est trapetsiya yuzi formulasida fikrlayapman. S o'rniga 40 metrni qo'yaman. V oxirgi tezlik to'xtaganligi uchun 0 plus v0 taqsim 2 ko'paytirib t o'rniga yana 10. 10 berganligi uchun mana bu 0 bilan mana bu 0 qisqarsa 2 ni olib chiqsak 8 barobar 0 plus v0 ya'ni v0. Javob 8. D javobda. 12-masalamiz. To'g'ri yo'lda harakatlanayotgan avtomobilning koordinata vaqt grafigi rasmda ko'rsatilgandek. Agar ushbu transport vositasining o'rtacha tezligi 0 u 2 t vaqt oralig'ida intervalida 10 metr taqsim sekundga teng bo'lsa, t vaqtdagi avtomobilning tezligi qanday bo'lgan mana bu joydagisi. Demak, o'rtacha tezlikni yozib olamiz. V o'rtacha 10 metr taqsim sekundga teng ekan. Bu qanday topiladi? S umumiyni t umumiyga bo'lish orqali topiladi. Ustozlar, jami yo'l qancha? Jami yo'l ikkita bo'lakka bo'lingan, lekin jami 80 metr chiqadi. 30 minutgacha bu yog'iga 50. Yo'q, kechasizlar, adashib ketdim, 80. 50 metr hisoblanadi. 80 urib qo'ymay, qo'shib qo'yyapman-da. Ya'ni bu yerda 30, bu yerda 20 bor, jami 50 metr. Shunda 50 metr. Endi S umumiyni qo'yaman, 50 metr taqsim nechta t vaqt sarflanyapti? 2 ta t vaqt sarflanyapti. O'rtacha tezlik necha bo'lyapti? 10 metr taqsim sekund bo'lyapti. Xo'p, men mana bu formulaga asoslanib ishlayapman. Mana bu formula asosida fikrlayapman. Xo'p, endi metr bilan metr qisqaradi, bu bilan bu qisqarganida 2 t ni bu yoqqa chiqarib yuborsangiz 5 taqsim 2 sekund teng t bo'ladi. Demak, bundan t ni topadigan bo'lsak 2,5 sekund chiqib beradi, bo'ldi. T 2,5 sekund chiqdi. Xo'p, ustozlar, bu yerda qaranglar. 2,5 sekund chiqqan bo'lsa, mana bu masofa necha metr? 30 metr. Mana bu masofaga t vaqt sarfladimi? Tekis harakat qildi. Bu yerdagi tezligini topish mumkin. V barobar s taqsim t usulida. Chunki mana shu t nuqtadagi tezligi deganda tekis harakat bo'lgan u yerda. Masofaga 30 metr qo'yasizlar. Vaqt kelsa t ni qo'ysangiz 2,5 olasiz. Metr u sekund. Teng 30 ni 2,5 ga bo'lsak 12 metr taqsim sekund chiqib beradi. Javobimiz B javobga to'g'ri keladi. Tushundik-a? Keyingi masalamiz, to'g'ri yo'lda harakatlanayotgan avtomobilning koordinata vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra, qaysi vaqt oralig'ida avtomobilning tezlanish vektori va tezlik vektori bir yo'nalishda, ya'ni tezlanish vektori tezlik vektori bilan bir yo'nalishda bo'lishi bu tezlanuvchan harakatda bo'ladi. Tezlanuvchan. Tushundilar? Tezlanuvchan harakatlarni topishimiz kerak. Tezlanuvchan harakatlar hammasi mana yana bir marta chizadigan bo'lsak, eslatib o'taman. Bu yer x, bu yer t bo'lganda, xo'p, tezlanuvchanlar mana va mana bu bo'ladi.
Tushundilar-a? Shu ikkovi tezlanuvchan. Chizadigan bo'lsak, bu yerda qaysi biri bor? Vaqt o'qidan pastga tushasizmi, tushmaysizmi farqi yo'q. Mana buni ko'ryapsizmi ustozlar? Kimga tushyapti? Mana bunga tushyapti. To'g'rimi? Demak, mana bu joy kiradi. Hop, endi keyin mana shunaqasi mana pastga bunday oqib ketadigan bor ekan, tezlashib mana bitta sezyapman shu narsani. Tushundilar? Shu ham o'shanaqada. Shuning uchun mana bu ham kiradi. Javobimiz tezlanuvchan mana shu ikkovi bo'ladi. 2 va 4. 2 va 4 S javobga to'g'ri keladi. Shu joyda tezlik bilan tezlanish bitta yo'nalishga tushadi. Bo'ldi, murakkablashmang. Xo'p, 14-savol. K va L transport vositalarining joylashuv vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra, birinchi intervalda transport vositalari bir-biridan uzoqlashadi. Buni tushunish uchun mana bu x, y koordinatasini chizib olish kerak. Sal kattaroq, pastdan chizib ustozlar tushunarliroq qilib. Biroz qiyiq chiqdi. Mana x olamiz. Mana bu yerdan 0 da tanlaymiz. Masalan, 0. Bu yerga x qo'yamiz. Bu yerga minus x qo'yamiz. Bu yerga esa minus 2x qo'yamiz. Bo'ldi. Endi biz qizil bilan ishlaylik birinchi hop. Mana bu narsamizni. Bu 0 dan boshlayapti-da, x ga boryapti. X ga boryapti. 0 dan boshlab x ga boryapti. X dan minus x ga qaytyapti. Mana buni harakati mana shunday amalga oshyapti. Bo'ldi. Endi keyingi ko'k harakatimizni ham ko'radigan bo'lsak, bu qanday bo'lyapti? Buni mana bu yerda tekshiramiz. Bunisi 0 dan boshlanyapti-da. Minus x da minus mana bu yerga boryapti va yana qaytib shu minus x ga borib qolyapti. Bu bunday harakat qilib mana bunday kelyapti. Tushundik-a ustozlar? Xuddi shu harakat usulida fikrlayapman. Endi biroz xira chiqdi. Keling shuni boshqa rangda belgilaylik, chunki noto'g'ri bo'lib qolmasin, tushunarsiz bo'lib. Ya'ni mana bu joydan harakatini boshladi. Mana bu joydan harakatini boshlab, mana bu joyga keldi deb qarasak bo'laveradi. Xo'p. Endi xulosa 0 t vaqt oralig'ida birinchi mulohazamiz, birinchi interval mana bu bo'ladi. Birinchi intervalda transport vositalari bir-biridan uzoqlashishadi. Ya'ni birinchi intervalda mana bu joyda bu yoqqa qarab ketdi, o'ngga qarab ketsa, bu chapga qarab ketadi. To'g'rimi? Bunda haqiqatda ular orasidagi uzoqlashish kuzatiladi. Bu to'g'ri mulohaza hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi intervalda transport vositalari orasidagi masofa avval ortadi, keyin esa kamayadi. Ya'ni ikkinchi intervalda mana ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda bu mana bu joy bilan mana bu joyda. Xo'sh. Bu biroz shuni tashlab o'tdik, keyingisiga o'tdik. Biroz chuqurroq fikrlash kerak. Uchinchi interval degani mana bu joy hisoblanadi. Uchinchi intervalda nima bo'ladi? Uchinchi intervalda bular shunday harakatni amalga oshiradiki, 0 dan mana bu uchinchi intervalda mana shu joy qoraga o'tib olay. Mana bu jismimiz uchun uchinchi interval mana shu joy. To'rtinchisi uchun interval bu. Ya'ni mana bu yashil chizig'imiz uchun uchinchi interval mana shu joy bo'lsa, ana qizil sifat chizig'imiz uchun ham uchinchi interval mana shu joy. Bu degani uchinchi intervalda transport vositalari bir-biriga yaqinlashyapti. Qarang, mana o'zi bu yoqqa qarab yuryapti, bunisi bu yoqqa qarab yuryapti. Mana bu ikkinchi interval. Mana bu ikkinchi interval. Birinchi interval. Xo'sh, endi uchinchi intervalda yaqinlashyapti. Yaqinlashmoq to'g'ri. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri degan savolni qo'ymoqda. Endi mana shu joyda biroz boshqacharoq narsa kuzatiladi. Bunisi g'alati desam bo'laveradi-da, ya'ni bu orasidagi masofa o'zgarmay ortadi degan holat bo'lishi mumkin. Qani? Xo'p, keyin kamayadi deyapti. Buni biroz murakkab fikrlash kerak. Qanday tushuntirishni bilmayapman hozir. Xo'p, e'tibor berasizlar ustozlar. Ikkinchi intervalda mana yashil chizig'imiz bu yoqqa qarab harakatlanadi.
buni ko'k chizigimiz uni orqasidan quvvatda. Birinchi mana bunisi sekinlanuvchan harakat qilyapti, bunisi tezlanuvchan harakat qilyapti. Bunisi sekinlanuvchan harakat qilayotgani to'xtashni boshlaydi, tezlanuvchan harakat qilayotgani tezlashni boshlaydi va ular orasidagi masofa birinchi dastlab holatda kamayib turib, keyin ular dastlab orasidagi masofa ortadi. Sababi buni orqadan sekin tezlik qo'shishni boshlayapti bu jism. Bu jism esa tezligini borgan sari kamaytirishni boshlayapti. Oxir oqibat bular orasidagi masofa mana buni tezligi kattalashib ketadi, buni tezligi kichrayib ketadi va ular orasidagi masofa nima qilishni boshlaydi? Oxiri bir-biriga yaqinlashishni boshlaydi. Bu yetib olishni boshlaydi tezligi kattalashganligi uchun. Shuni hisobidan ikkinchi intervalda transport vositalari orasidagi masofa avval ortadi, keyin esa kamayadi. Bu ham to'g'ri deb olinadi bu narsadan. Shunday fikrlashimiz kerak bo'ladi. Demak, bu javobimizda Y ni tanlashga majbur bo'lamiz shundan. Oxirgi 15-savolimiz. K va L transport vositalarining joylashuv vaqt grafiklari rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Mashinalarning tezligi pasaymoqda. To'ppa-to'g'ri. Ikkoviniki ham sekinlanuvchi harakatni ko'rsatib beryapti. Shuning uchun bu to'g'ri. Hop, ikkinchi mulohazamiz. Ularning tezligi ikkita vaqtda 0 ga teng. Yo'q, hali davom etadi bu. Hali davom etadi. Shuning uchun bu 0 ga teng deb ayta olmaysizlar. Ularning tezlashuvi teng kattalikka ega, tezlanishlari teng kattalikka ega deyapti. Yo'q. Bu narsani to'g'ridan to'g'ri ola olmaysizlar. Nimaga? To'g'ri, ularning bosib o'tgan yo'llari bir xildir. Ya'ni mana buning o'tgan yo'li ham, masalan, K niki x barobar K jism uchun ko'rib chiqaman. Boshlang'ich tezligi ikki xilda bulardi. Aytib bera olmaysiz boshlang'ich tezligini. Ikki xil bular. X v K t endi ikkita deylik. Ikkita minus k ikkita t ni kvadrati taqsim 2. Bunisi ham xuddi shu x masofani bosib o'tadi. X barobar faqatgina bunikini v l ko'paytirib ikkita t minus l ikkita t ni kvadrat taqsim 2. Shu ikkovini bir-biriga tenglangdir. Tezliklar ikki xil chiqqanda tezlanishlar ham ikki xil chiqishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ularning tezlashuvlari teng kattalikda degan xulosani yo'q ola olmaysizlar. Shuning uchun buni ham olish mumkin emas. Demak, ya'ni yo'q, grafik o'xshayapti-yu, ikkovi ham bunday narsa-yu, yo'q. Ustozlar, grafik o'xshashi sizni ko'zingizda o'xshayapti xolos. Bu grafik boshqacha bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun mana shunday fikrlashga majbursizlar. Demak, javobimiz faqat mana o'sha ko'ryapsizlar, javobga faqat birga to'g'ri kelyapti. Tushundik-a? E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.